Dilmus ambasadorini bir kuni qanaqa o'tadi? Ertalab soat 10 da ro'molim o'ragan holatda uyg'onaman. Yuz qo'llarimni yuvib, mobilografimga bugungi ish kunimizda nimalar qilishimizni yozib qo'yaman, esimdan chiqib qolmasligi uchun. Makiyajimni 30-40 minutda qilib olaman. Обязательно ertalabdan video bitta g'iybat ketish kerak. Makiyaj videoyimni xohlasanglar kommentariyada plus qoldiringlar. Bugungi ishga kiyib ketishga lukimni sizlar bilan birgalikda tanlaymiz. Ishim bilan shunaqa jigaring pidjak tanladim. Shunaqa pidjaklar esa changig'adi, o'shaning uchun changlarni oldim. Xullas, men ishga ketishga tayyorman. Xayr, Yandexim keldi. Ketdim. Hozirda Dilmusda hamma filiallarda ishlayapman. Oldin bitta filialda ishlardim. Hozir hamma filiallarga har kun bittadan boraman. Syomka jarayonlarini sizlarga kadr ortalarini ko'rsataman. Aslida bir kunda 100 xil kiyim kiyamiz. Hammasini videoga olishga ulgura olmadim. Yandexim keldi, uyimga va nihoyat kelib, bugungi olgan hamma videolarimni montaj qilib reelslarga joylab chiqdim. Uyda bitta o'zim turganim sababli rosa ham zerikaman. O'shaning uchun o'rtalarimni bugun chaqirib, mazza qilib o'tirdik. Har kunim har xil o'tadi, har xil joylarga boraman. Agarda har kunlik vlog sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Aytgancha bugun ovqatlanmaganim esimga tushib qolib, ujin zakaz qilib yeb oldim.